Bu videodan keyin yurist bo'lish fikridan qaytib qolishingiz mumkin. Yurist bo'lish stress va bosimlarga chidamli bo'lish kerak degani. Har kuni kimningdir muammosi sizning ustingizda og'ir yuk bo'lib turadi. Bu bosimga chidashni emas, shu bosim bilan yashashni o'rganasiz. Keyingi minusi esa ish vaqti deyarli yo'q. Tashqaridan ish vaqti 8 soat deyilsa ham, qo'lingizdagi hujjatlar, ishlar, topshiriqlar tugamasdan dam ololmaysiz. Ya'ni mas'uliyatli ularni tugatish uchun dam olish vaqtida ham ishlashingizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari siz doimiy o'qish va yangiliklarni kuzatishga majbur bo'lasiz, chunki qonunlar o'zgaradi yoki qonunchilikka yangilik kiritiladi. Siz esa doim bulardan xabardor bo'lishingiz kerak. Diplom oldim, bo'ldi degan gap bu yerda umuman ishlamaydi. Yurist bo'lish chetdan qaraganda ideal ko'rinadi. Yaxshi daromad topasiz, jamiyatda o'ziga yarasha hurmat va obro' qozonasiz. Ammo bu kasbning ham o'ziga yarasha minuslari ham bor. Agar siz bu minuslarga qaramay yurist bo'laman desangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz va to'g'ri sahifadasiz. Obuna bo'ling.